Opa, erkakni qalbini yengish kerakmi yo aqlini? Hozir hech qaysi psixologlar, hech qaysi motivatorlar sizlarga aytmaydigan gapni aytaman. Erkakni nafsini yengish kerak, ishoninglar. Erkak aqlan biladi oilasi muqaddasligini, xotinni tashlab ketmasligini, bolalardan kechib ketmasligini, qalbi bilan ham aqli bilan ham juda yaxshi biladi. Lekin chiroyli xotinni ko'rganda, yonidan o'tib ketganda gupillab atir hidi kelsa, ana xotinda formalar, biliq takoy o'ziga qaragan любой erkakning nafsi o'ynaydi. Adashib netib o'sha ayollar uyiga borib qolsa, u uyda yurishini, turishini ko'rgandan keyin nafs bilan, hirs bilan ayollar oldiga qatnab boshlaydi. O'sha ayol aqllilik qilib, keyin uni qalbi bilan aqlini egallaydigan bo'lsa, unda oilalar buzilib ketadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda erkakni uyda ko'zini to'q qilish kerak. Nafsini, hirsini yengish kerak. Ko'chada любой ayolni ko'rganda hayron qolmasin xotinim. Undan chiroyliroq ko'r desin. Maslahat.